Asra makiyajimni qildirib ketsamida ulgurardim-a. Shoxsupam ketib qoldilar. Nima ketib qoladilar? Men yozdirilgandim-ku, kech qolyapman. Ko'taringlar. Nima yolg'on gapirasiz? Ketib qoldingiz deydilar. Men qachon ketib qolganman? Birga menga yozdirilgan. Men bilasan, kamerachi chaqirganman, studiya gaplashganman, qo'yini gaplashganman. Nima meni xabarim yo'q. O'yinchiga yozdirmagan sabab. Ha bilasan, men nizzashda $300 ga tushaman. Masalan, men ko'rshaman 10-da dedim, studiya gaplashganman dedim. Yo'q-e. Yaxshi ish qilmadinglar. Gaplashganmi deylar o'zi? Yo'q, men eslab qolgan bo'lardim. Bo'lmasa, Nasriyam bo'lmagan taqdirda ham 10-da kelasan eslab qolaman. Men va xudo haqqi men bilganim yo'q. Men shu yerdaman, hozir ishkal bo'lyapti. Ishkal bo'lyapti. Ana yuradi. 1 2 3. Ana yuradi. Tepada kim bor? Eshik yopibmi, chiqolmi? Men bilganim yo'q. Bilganim bunaqa qilmasdim, opa. Men kimga siz bunaqa qilmayman. Yuradi-ku. Originalni xafa bo'ladi, originalni. Короче, bo'pti endi nima qilamiz endi? Boshqa iloji yo'q. Biz buni prank qildik. Biz prank qildik. Finaliga chaqirasanmi? Nima qilasizlar? Yaxshi rolga ham. Iroddan boshqa hurmat qilaman-da, bularni boshqa hurmat qilaman. Oldin g'alati bo'lib qoldim, nima? Lishni $300 asfaltga tushdim. Ko'zlari yoshlanib ketyapti-da, qaltiroq. Bir kun bir yaxshi inson qalbingizga asta kirib, aslida haqiqiy baxt qanday bo'lishini ko'rsatadi. Inshaalloh.